Assalomu alaykum hammaga, hurmatli do'stlar. Ishimiz ko'p bo'lishiga qaramay, hozir Muhabbat Farhodovna bilan uchrashgani keldik. 1995-yil ochilgan, ham 30 yildan beri ishlayotgan institutda birinchi kunidan ishlab kelganlar, 30 yillik tajribaga ega, juda ham O'rta Osiyodagi juda ham tajribali embriolog doktorlarimizdan bittasi Muhabbat Farhodovna bilan klinikamizga tashrif buyurganlar. Bir oy davomida bizda ishlarimizni o'sha otsyenkasini qilib, yutuq kamchiliklarimizni baholash uchun ekspert sifatida chaqirganmiz. Bir oydan beri shu yerdalar. Muhabbat Farhodovna bizani reproduktiv center klinikamizni bahosini ayting o'zingiz anaqa bemorlarimizga. Assalomu alaykum. Ассаламу алейкум. Скажите свое мнение о продуктивном центре. Меня зовут Мухаббат Фархатовна. Я приехала с клиники ИРМ с Казахстана. Нашей клинике уже 30 лет. И мы приехали сюда с аудитом, проверить, как работает лаборатория здесь, в этой клинике, репродуктив клиника. И я хочу сказать, что лаборатория и эмбриология работают по самым высоким стандартам. Все процентные соотношения, оплодотворение, выход бластоцист, наступление беременности, все в золотом стандарте. Уважаемые пациенты, можете смело доверять этой клинике, приходите, мы будем вам очень рады. Спасибо. Mana o'rtoqlar aytdim-ku, biza embriologiya laboratoriyamizga juda ham ko'p pul sarflangan. Buning uchun katta talablar qo'yilgan. Direktorimizga aytganmiz, qilasiz deb. Eng oxirgi standartlar bo'yicha eng oxirgi texnikalar bor. Xudo xolasa sizlarda natija bo'lish uchun biz qilyapmiz bu harakatni. Hamma narsa sizlarga natija bo'lish uchun bizning harakatimiz, yugurishlarimiz va mana bu sa'y-harakatlarimiz. Xudo xolasa hammalarga pozitiv natijalar nasib qilsin. Yaxshi kunlarda ko'rishib yuraylik. Hamma qiladigan sa'y-harakatlarimiz sizlar uchun. Charchamanglar, sog' bo'ling. Eng yaxshi embriologiya reproduktivlar.